Agar tirnoqdagi zamburug' bilan kurashayotgan bo'lsangiz, bu oddiy, ammo kuchli tabiiy yechim sizga yordam berishi mumkin. Bu retseptni saqlab qo'ying, yo'qotib qo'ymang. Pinchoq tayyorlash usuli. 3 dona yangi sarimsoqni maydalang yoki ezib idishga soling. Sarimsoqda allitsin degan kuchli zamburug'iga qarshi birikma bor. U zamburug' hujayralarining o'sishini to'xtatadi va infeksiyaning tarqalishini oldini oladi. Sarimsoq nafaqat mavjud zamburug'ni yo'q qiladi, balki u qayta paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan muhit yaratadi. 1 osh qoshiq soda qo'shing. Soda tirnoqlarni quruq tutadi va zamburug' yashay olmaydigan muhit hosil qiladi. 3 osh qoshiq olma sirkasi qo'shing. Olma sirkasi zamburug' sporalarini yo'q qiladi va tirnoqning tabiiy muvozanatini tikkanlaydi. Pinchoq tayyor bo'lgan aralashmani to'g'ridan to'g'ri zararlangan tirnoqqa surting, 15 daqiqa kuting, so'ng yuvib tashlang. Agar siz ko'proq tabiiy retseptlarni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling. Xush kelibsiz.